Hammaga assalomu alaykum. Bizani YouTube tarmog'ida kuzatadigan kuzatuvchilarimiz, bugun Zojidan yana bitta yangi video sizlarga taqdim etamiz. Avvalgi videomizda sizga to'g'richoklarimizdan moy alishtirish jarayonlarini ko'rsatib bergan edik. Bugun ko'pchilikning talablariga binoan Averlock mashinkalarimizda ham moy alishtirilish jarayonini sizlarga to'liq video qilib ko'rsatib beramiz. Kuzatishda davom eting. Ishni boshlab olish uchun birinchi navbatda bizga shunaqa moyga idish kerak bo'ladi, bo'sh va vintlarni bo'shatish uchun atyorka kerak bo'ladi. Birinchi navbatda buni orqa qismidagi zanjirini yechib olamiz. Zanjirni yechib olganimizdan keyin mana simlarni ham buzib olishimiz kerak bo'ladi, bizga xalaqit bermaslik uchun. Endi mashinkamizni o'zini ko'tarib, yoniga olib o'tib olamiz. Mashinkamizni bekorga bunaqasi o'rnatib olganimiz yo'q, chunki mana bu qismida mana shu vintni yechadigan bo'lsak, u yoqdan moy oqadi. Shuning uchun idishni ham qo'yib olib, mashinkani ham mana shunday qismda joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi sekin buni burab yechishni boshlaymiz. Mashinkaning ichidagi eski moyingiz mana shu joydan chiqib oqib ketadi. Mana ko'rib turganinglardek moy chiqyapti. Endi bu ishlamagan mashinka bo'lganligi uchun rangini ham ko'ryapsizlar, oppoq top-toza moy. Ko'pincha ko'proq ishlagan mashinkalarda buni rangi ham o'zgaradi, to'qarib ketgan bo'ladi. Hammasi oq olguncha hech qanaqa ortiqcha qattiq harakatsiz shu idishga tutib turib to'ldirib olasiz. Oq bo'lgandan keyin yana shu vintni qattiq qotirib qo'yasiz. Chunki bir ikkita tomchilari ham oqib tushishi mumkin. Qattiq qilib qotirib qo'yasiz. Mashinkamizni yana qaytarib joyiga qo'yamiz. O'sha vintni to'liq xotirjam bo'lishimiz kerak, qattiq qotirib olganimizga va mana o'zini joyiga qaytarib qo'ydik. Boya uzgan hamma simlarimizni qaytib joyiga ulab qotirib chiqamiz. Zanjirni ham uladik. Xo'p, moy quyib olish uchun mashinkamizni shu tepa qismidagi mana shu joyini ochasiz va bunaqa qo'yib ustidan moyni quyib olamiz. Yangi moyimizni ochib quyib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin bo'ldi, yopib, endi mashinkamizni bitta ishlatib ko'ramiz. Endi mashinkani bitta ishlatib ko'rsatamiz. Ko'rib turganinglardek ishlashlari yaxshi, hammasi joyida. Xo'p, moy alishtirishni ko'rsatdik, lekin shunaqa sifatli moylar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar bizga murojaat qilsanglar bo'ladi, bemalol. Mana raqamlari ham yozilgan. Shunaqa moylar kerak bo'lsa, mashinkalaringizga bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosinglar, kuzatishda davom etinglar. Video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Siz bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, o'shanda har bir chiqadigan yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Kuzatishda davom eting. Biz siz uchun hali juda ham qiziqarli videolarni oldinda tayyorlab qo'yganmiz.